Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Uyğur Axbarat Mərkəzinin həftəlik xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən Muhammed İzzət. Aldı bilən diqqətinizlər vətəndən gələn uçurlar olsun. 2022 yıl 3. ayının 24. günü Uyğur Axbarat Mərkəzi gələn uçurda bildirilişçə, Xitayning Şərq Türkistondagi Adliya, Tashqi ishlar ishxonasi va bexatarlik idorasi xodimlaridan tarkib topgan bir xizmat guruhi lagerlardan qo'yib berilgan bir qism Uyg'urlarning uylarini yo'qlagan. Uçurda bildirilishicha, xizmat guruhidagilar lagerlardan qo'yib berilganlarga chet eldagi urug' tuqqanlarning Jungoga qarshi namoyish qilib, Jungoning yuzini to'kmaganlik uchun seni tarbiyalash markazidan qo'yib berishni qaror qildik degan. Xizmat guruhidagilar lagerlardan qo'yib berilgan Uyg'urlardan ularni tutgan yerlik kadrlarning ismini aytib berishni talab qilgan. Shundaqla ularga atalmış tashkil sizlarni xato tutgan yerlik kadrlarni surishtirib jazolaydi. Tashkil sizlarga muvofiq miqdorda oz bo'lsa-mu to'lam beradi. Sizlarga pasport bejirib beramiz. Chet eldagi urug' tuqqanlaringlarni yo'qlagach, ularga Jungoning taraqqiyot ahvolidan xabar berib, ularni texmo Jungo so'yar bo'lishga targ'ib qilib qaytib kelsanglar bo'ladi degandek va'dalarni bergan. Uçurda deyilishicha, Xitoy hukumat yo'qlab olgan bu Uyg'urlarning chet eldagi urug' tuqqanlari chet eldami Xitoyga sodiq bo'lib yashayotgan yoki Uyg'ur davosiga aralashmagan kishilar ekan. Amerika Tashqi ishlar ministri Uyg'urlar duch kelayotgan zulmga chetishlik Xitoy amaldorlariga viza berilmaydiganligini jakarladi. Kornell Universitetidagi Uyg'ur o'quvchi irqiy qirg'inchilik to'g'risida savol so'ragandan keyin Xitoy o'quvchilar o'kdi qopdi. Amerika va uning ittifoqdoshlari Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti, Yevropa ittifoqi va G7 boshliqlarining favqulodda yig'inlarida Xitoy to'g'riliq muzokaralashdi. Islom hamkorlik tashkiloti Uyg'urlarni yana bir qatam nazardan saqit qildi. Hindiston Xitoy chegara talash tortishidagi mushkulotlar davomlashmoqda. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizdən təfsili məzmunları olsun. Forbes Store'ның 21 martdagi xəbərinə görə, Amerika Tashqi ishlar ministerligi 21 mart Xitoyning dövlət alqagan zulmlarda rol oynagan amaldorlarga viza cheklimiz qo'yishni qaror qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministerligining bu vaqtdagi bayonotida shunday deyilgan. Ministerligimiz Xitoyning o'z territoriyasining ichi-sirtidagi Amerikani o'z ichiga olgan har qaysi davlatlar turayotgan asonliq millatlarning va diniy asonliq guruhlarining a'zolariga dini zatlar qaratgan bostirish qilmishlariga qarata tadbir qo'llandi. Mazkur bayonotda Uyg'urlar bevosita tilga bo'lib, bu vaqtda mundaq deyilgan. Biz yana bir qatam Xitoy hukumatini davlat alqagan bostirish harakatini to'xtatishga undaymiz. Bo'libmi Xitoyning amerikalik Uyg'ur faoliyatchilarini, Amerika xalqiga xizmat qilayotgan Uyg'urlarni jimiqtirishga urinish va bu Uyg'urlarning Xitoydagi oila tavobatlarining chet ellarga chiqishini to'sish qilmishlarini oxirlashtirishni talab qilamiz. Amerika Ovoz To'rining 22 martdagi xabarga ko'ra, Amerika Avom palatasining a'zosi Elisa Silotkin Kornell Universiteti Jamoat ishlari instituti tarafidan uyushtirilgan suhbat yig'inida leksiya so'zlagan. Bu jarayonda mazkur maktabning o'quvchisi Rizvangul Nurmuhammad Elisa Silotkinga Amerika va xalqaro jamiyatning Rossiyaning Ukraina qilgan hujumiga texmo bak ko'ngil bo'layotganligi, ammo Uyg'urlar duch kelayotgan irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilingan zulm to'g'risida hali ham tuzukroq biror jazo yurgizmaganligi to'g'risida savol qo'yganda, naq maydondagi Xitoy o'quvchilar uni masxir qilib qavga chiqargan va ba'zi Xitoy o'quvchilar zaldan chiqib ketgan. Keyin Elisa Silotkin bu vaqtdagi Twitter yozmasida shunday degan: "Mening Xitoy xalqi yoki shu zaldagi Xitoy o'quvchilar bilan ziddiyatim yo'q. Ammo men Xitoy Kompartiyasining kishilik huquq dafsanchiligiga ko'z yummayman. Mendan osh savolni so'ragan yosh xonim shuningdek keyin bir qism maktabdoshlarining bo'zaq qilishiga va qo'rqitishiga duch keldi. Bunday ishni hargiz to'g'ri tushunishga bo'lmaydi." Eginlikcha bu suhbat yig'ini oyoqlashganda maktabning boshqaruvchi xodimlaridan biri jadal chiqargan Xitoy o'quvchilarini ayblamoqda yo'q, o'quvchilarni Xitoy o'quvchilar bilan ab o'tishga undagan. Germaniya Ovoz To'rining 25 martdagi xabarga ko'ra, 24 mart Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti, G7 va Yevropa ittifoqining boshliqlari Ukraina krizisi to'g'risida Belgiyaning poytaxti Brusselda orqa-orqadan yig'in o'tkazgan. Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining rahbarlari Rossiya armiyasining Ukrainada qo'zg'usi ximiyalik hujumiga qarata o'zlarining ximiyalik va yadro mudofaa qismlarini aktivlashtirishga qo'shildi va mazkur ittifoqning sharqiy frontini kuchaytirishga va'da bergan. G7 rahbarlari Rossiya Markaziy bankisining xalqaro oltin zapasiga chetilgan pul muomala savdolarini to'sishga va Ukraina qilingan insonparvarlik yordamini ko'paytirishga qo'shilgan. Shundaqla Amerika va uning ittifoqdoshlari bu jarayonda Rossiyani yetim qoldirishga urinish bilan bir vaqtda Xitoyning bu vaqtdagi ta'sir to'g'risida to'xtalgan. Amerika prezidenti Bayden Shimoliy Atlantik ahdi boshliqlar yig'inidan keyin muxbirlarga o'zining G7 tashkiloti va Xitoy prezidenti Xi Jinpingni ogohlantirib, Xitoyning mazkur urushda Rossiya bilan bir saf turganligiga pushaymon qildiganligini aytganligini bildirgan. Bayden mundaq degan: "Men uningga tahdid solmadim, ammo Rossiyaga yordam berishning oqibatini uningga aniq tushuntirdim.
Xitoy o'zining iqtisodiy kelajagining Rossiyadan bakrak g'arbga tayindiganligini biladi. G7 davlatlari Xitoyning umumiy eksportining 3dan 1ni egallaydigan bo'lishqa, bu davlatlarning Xitoyga besim ishlatishining Xitoyning tutumini o'zgartirishidan umid kutilmoqda. Amerika ovoz torining 25 martdagi xabarga ko'ra, Islom hamkorlik tashkilotining 22 mart Pokistonning poytaxti Islomobodda boshlangan 48 navbatlik tashqi ishlar ministrligining yig'iniga qonxo'r ashaddiy islom dushmani bo'lgan Xitoyning tashqi ishlar ministri Wang Yi atalmış aziz mehmon sifatida taklif qilingan va so'z qilgan. Garchi mazkur yig'inda Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlud Cavushoğlu Uyg'urlar to'g'risida Xitoyda Uyg'ur turklari va boshqa musulmonlar diniy haqlarini va kultural kimliklarini qo'g'dashda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Uyg'ur turklarining ahvolini ko'rmasga selish to'g'rimi degan bo'lsa-mu, ammo nisbatan sipoyilik bilan aytilgan bu iboralarmi mazkur yig'inning o'rtaq bayonotnomasidan o'rin olmagan. Va Uyg'ur musulmonlarining qismati yana bir qatim Xitoydan keladigan iqtisodiy manfaatning qurboni sifatida bu davlatlar tomonidan nazardan soqit qilingan. Hindiston vaqt gazetorining 26 martdagi maqolasida ko'rsatilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi 25 mart Hindiston poytaxti Yangi Dehlida Hindiston tashqi ishlar ministri Jayshankar va davlat bexatarlik maslahatchisi Ajit Doval bilan suhbatlashganda 2020 yili 4-oydagi Ladakhdagi amaliy kontrol siziqini asli keltirish to'g'risida keskin va'da bermagachga, Hindiston Xitoy munosabatini normallashtirish yo'lidagi mushkulotlar yana davomlashmoqda ekan. Gerçi Wang Yi Ladakhdagi amaliy kontrol siziqi bo'yidagi jiddiylikni ikki davlatning umumiy munosabatidan ayirib hal qilishga uringan bo'lsa-mu, ammo bevosita Xitoy raisi Xi Jinpingning tizginida bo'lgan Xitoy ozodlik armiyasi hali ham mazkur liniya bo'yidan chekinmayotganlikdan bu masalaning uzunga so'rildiganligi mo'ljallanmoqda. Xabarlarimizni ko'ringlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.